Her sohadagi do'stlarning qizg'in madadi bilan taraqqiyotga yuzlangan yangi Baxtiyor zargarchiligi tijorat ko'lamini yanada kengaytirib, davrga loyiqlashgan Ipak yo'li Oltin Zibzinat shaharchasini qurib chiqdi. Ipak yo'li Oltin Zibzinat shaharchasidagi zibzinat buyumlarining sotiq darajasi yuqori, nusxalari sarxil, ishonchlik bo'lib, kundagidek yangi fasollar keltiriladi. Go'zallikka tashna xonim-qizlarning ko'ngildagidek tanlashi Ipak yo'li Oltin Zibzinat shaharchasidagi sof va ko'rkam bir-biridan esil zibzinat buyumlaridir. Ishonch, sifat va a'lo mulozimat Ipak yo'li Oltin Zibzinat shaharchasida. Jiranglar Niyazbek, jiranglar. O'shabek to'xtanglar. Dasqan degan nima Ömerbekdek sanmamdimanda. Dasqan degan molosulchilik, qo'g'in, tavus, go'sht degan har yo'g'an go'shtni soldi. To'xtasayping degan qalandarning o'tgan sog'an dasqanni ko'rgansizlar? Jibir qilmanglar yalang to'shna. Dasturxonim bugünkidek bo'lsa mana. Bugungi dasturxon bekli katta bo'ldi mana. Go'sht degan har yo'g'an, mevchi degan hozir shaqni o'zgandi. 6 pach go'sht elib oldim, 6 pach go'sht. Bo'ldi, o yalang to'shna jibir qilmay juringlar bo'ldi Niyazbek. Kömey vatamsan Qasım. Mana Ömerbeknikidan ziyafetdan qaytishimiz mana. Bölüm bo'libdi, bölüm. O'zing cho'q Qasım. Men hech tövenki meldi bir dostumning o'g'lining to'y bo'libdi ekan, shu yer sazchap bag'ir ketib borman. Qasım, sen eli to'y, eli mashrab, eli so'rinda ravotlarni ko'tarib, so'kildab, uyan-buyan jug'urib, puting talmamdisin ha? Endi qanday qilamiz biga? Sizning gallarini, mening putimni bu dunyo talmaydigan qilib qo'yapti ekan. Qaysa sekretar. Bizning 5-oydagi Qodim Mehmet ab 25 ga 500 ma bag'man o'tib ko'ringlar deb yana kepti. Yani keptim Badaş. Assalomu alaykum dadijon. O Qodim Mehmet kelinglar. Kelinglar ya keling. Keptapsizlar Qodim Mehmet. Bizning ishlar qanday bo'ldi? Sizlar ishni maslahat qilyapmiz. Baqaylanlar, bu maslahat qilyapmiz deyotgansizlar, qachon ish tugmaydigan maslahat bu. Qodim Mehmet, va sizlar ishinglar kichik ish emas, 500 ma bag'dan ish va shu rahbariy kadrlik maslahatchilik qilgan ish ma. Men qaysa dadijon, shu xalqning degan gapi rost o'xshamanda. Mish dadijon kis ish qilmaydi deydi. Ras kesmaydi ekanlar jimasizlar. Baqayslar Qodim Mehmet. Men kessam, bek kesib o'tman qaysdan. Kis bo'lib kel, ulab bulanmay qolaman deb bensiraydi ekanman. Hayatlık sahnesi bizni har xil rollarga taqsim qilgan. Men menga ishongan, meni tushungan qadrdonlarimdan olgan yo'lliqni izlarimga agishadigan azizlarimga yetkazishni qaror qildim. Chunki u jasoratimizni urg'utadi. Aslimimizni uyg'otadi. G'ururimizni qo'zg'atib, yo'llarimizni yo'ritadi. Madaniyat risolimiz o'chmas, erlik salofitimiz yo'lliq kiyimdir. O'tgan bazar kalni azan setvatdan o'jma o'sha o'pirsizlar.
Ezan setip bağlanmış. Meni gepimni çırptыңlar siz deyme. Hazır ulaqsan işim apta. Nurgun ziyan tatip ettim deyme Qasım aka men. Bulap da yani bulap kalan. Assalomu alaykum Qasım aka. O kilangla Qadi Mehmet. Selamünaleyküm. Ya kilang. Ha, çırayamda bir kısımdan tuttuk ha. Gap qilmanglar. Biz inimiz bilan ikkimizning o'tirib miras to'g'riliq kelmamdim qashqani qadash. Vay yana nim bo'ldi? Biz ukam men chiqalimi deydi. Ha? Men balning cho'g'agatga men chiqalimi deyman va o'tirib miras yaqib qo'ymasmiz ishni. Bu sizlar to'g'ri, siz cho'ng'oqatga siz jiqrab ilishinglar kerak. Ha, manda deb turinglar. Ha, men mirasa qilib qo'yasiz, sizlar to'g'ri sizlarga. Maqamda ashna deb qo'yingchi. Ma'qul. Qanday shulib ketdi. Assalomu alaykum Qasım aka. Voy, Shakirjon kela. Assalomu alaykum Qasım aka. Kela. Ha, kep qapqifka. Voy Qasım aka, mush akam bilan miras qabul qilmamda. Voy, yana nim bo'ldifka. Aka, men balning cho'ng bo'lgan ekan, mirasni men jiqrab olaman deydi. Men balning kichik men bo'lgan ekan, men jiqrab olatdim Qasım aka. To'g'ri, sizlar to'g'ri. Siz balni kichik olganki, mal dunyoni siz jiqrab tikdifkam deyman. Mushni bir o'zlarini bir miras qilib qo'yim deb kelishyapti Qasım aka. Bo'ldi, men akalar men deb qo'yafkam. Siz balni kichik olganki, siz jiqrab qilishlar kerak. Siz xotirjam bo'lsin akalar deb qo'yajman. Ma'qul Ma'qul. Ya Qasım aka. Nimanda repetni chiqib tarafdan yaqsa adash. Nim bo'ldi? Bayaqda akskasimi to'g'ri deyapti. Ma fikskasimi buni to'g'ri deyapti. Manda bir adillik qilmamsa. O'ylab baqsam sizlarmi to'g'ri? Hoşakmaydı madem. Armadalar. Sayma belenke. Oturuşlama. Otura. Aramal emas. Nima ishni yapadi shunda? Asaraq ishimiz qisaq bo'ldi deyim shu. Roz barhaq asosh vos bir topsa qoldi. Nada asa ishvadi hozir? Hozirmush issiqda o'momoqdan ta'sir yo'q jima. O'mini o'saq soboq saman tiqidgan ishva u taqtas adish. Qonaqliq suv tutadigan ishva suv tutmab taqtas. An ta'sir madika ishlamak bektas. Menga bekorchilik kunab qoldim. Menmi shu? Asosh vos bir topsa qoldi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qo'ya Qasım akamni so'rab bakmaydimi aka? Yo'q Qasım aka. Qasım aka to'xtanglar. Xo'sh. Ha, meni to'g'lab qilishlar. Deb bizga ben asaraqni ishdim shuni ko'rsatmamsizlar. Asayish qolmadi deyman hozir. Asaraq ish qilsa bo'ldi deyman. Ha, dunyoda bor. Bu nasihat qilmoq oson, tuzatmak tez. Ikkinchisi ham aqasingda go'rnodamdan ish topmoq tez. Nima? Qanday qilib Voy, salomat kelib oldingizmi? Siz qo'rqitib pulmoqni to'kilib ketdi mana. Qaraganda pulmoqning ko'ngil tuyga o'xshaydi. Nima? Oma qizimizga Oman sultonligidan asal qo'shilgan, xo'mi qo'shilgan, har xil meva-cheva ta'mlik, yana ko'rishning pulmoqlarini maqash keldi. Üstü o'zidan qaynoq suv quysa qilib bo'ldi. Bu bo'lmoq qizimizga yoqami? Xotirjam bo'linglar, albatta yoqdi, ha? Oman sultonligidan kirgizilgan Nida yurishlik pulmoqlari.
Qarı qoca meni bir şagağa çıkıp ketdim la. Bunu da qarımka çıksa, maşına çıksa. To'xtasizlar qocam, to'xtasizlar. Mening sizlarga bagidek pul yo'q. Xo'sh. Sizlarga men bir hikmatga qilib berman ekan. Qanday hikmat gap qilib berala? Sizlarga ish kerak, boyolashning yo'lini deb berman ekan. Xar bo'lib quruq chirib ketsam, o'chirib ketgan men qarımka qilib nim deb birlaqini ben anlab baqay. Qilib bilan bala ekanlar, juma fukamsizlar. Qarımka ona ishkish ulab qoldi, men taksiya da'vatini savoblikmi ishini qilamas. Ha, bilan bala ekanlar fukam, bilan bala ekanlar. Qarımka demamliqi ishtik boy bo'ladiganning gapini deymi da'vat qilib deb bermamla. Ben ay bardağa yak berib deb beray fukam. Vay acaba taqazza qil. Hozir deb bersam mana bir mangach bir deb bersam bir anglagach mangsam bo'lmam da. Her ishning yo'li var fukam, men tushib deb beray sizlarga. Baqa rahmat fukam. Eliqi boyolashdan gapini deb bermamla. Unda bo'lsa fukam sizlar ishtigirak boyvolar distir var va bundaki ko'ngilchilik qilib, mendek pul yo'q odamni ikkinchi ilib olmasiz juma.